Assalomu alaykum barchaga. Darslarimizni davom ettiramiz. Bugun sizlar bilan o'sha satrlar bo'yicha mavzularni yakunlab, keyingi darsga o'tamiz. Shuning uchun yangi fayl ochamiz. Dars 7.py faylini ochamiz. Aslida esa bugun 13-darsimiz bo'lishi kerak adashmasam. Xo'p, bugun sizlar bilan mantiq elementlari haqida gaplashamiz. Bularni biz ingliz tilida booleans deb ataymiz, ya'ni booleanlar yoki Pythonda qisqartma qilib bool deb yoziladi ma'lumot turi sifatida. Xo'p, mantiq elementlari ikki xil qiymatdan birini qabul qiladi. Bular true yoki bo'lmasam false qiymatlari va bu joyda e'tibor bering. Boshqa ko'plab dasturlash tillarida true va false so'zlarini bosh harflari kichik tarzda yoziladi. Pythonda bo'lsa bular katta harf bilan yoziladi, bosh harf bilan yoziladi. Demak, true degani rost degani, false esa yolg'on degan qiymat turi hisoblanadi. Yoki buni yolg'on bo'lsa 0, rost bo'lsa 1 shaklida ifodalanishi mumkin. Xo'p, endi dasturlashda mantiq elementlarini bilish shart hisoblanadi. Masalan, Pythonda istalgan shartni tekshirib true yoki false qiymatlariga ega bo'lish mumkin. Siz bilan boshida gaplashgan edik, if 5 katta bo'lsa 2 dan, ya'ni agar 5 2 dan katta bo'lsa print 5 2 dan katta degan edik. Mana shu joydagi 5 2 dan kattami degan qiymatimiz expression, ya'ni ifodamiz bizga yo to'g'ri yoki noto'g'ri qiymatni qaytarar edi. Ya'ni true yoki false dan bittasini. Ana shunga ko'ra mana bu joydagi yozayotgan printimiz ishlar edi. Yoki mana else qismi bor edi. Else qismida yoki derdikda. Agar bu ishlamasa 5 2 dan 5 2 dan emas, mana shuni sal boshqacharoq tarzda ifodalaylik. A teng 5 ga, B teng 2 ga. Va bu joyda aytaylik 5 ni o'rniga A o'zgaruvchisi kelsin, f string dan foydalanamiz. Va bu joyda soni A soni B sonidan katta. Yoki bu joyda yana f string dan foydalanamiz va B soni A soni B sonidan kichik deb yozaylik. Mana shu tarzda yozishimiz mumkin bo'lardi. Agarda mana bu joyda A va B yozaylik. Agar A o'zgaruvchimiz B o'zgaruvchimizdan katta bo'lsa, mana bu joy chiqadi. Va agarda aksincha bo'ladigan bo'lsa, else ishlaydi. Ya'ni agar aksincha degani yoki degani. Demak, mana shuni asosida ham nima yotar ekan? Boolean qaytariladigan qiymat turlari, ya'ni mantiqiy elementlari. Mantiqan o'ylab qaraydigan bo'lsak, 5 2 dan katta, to'g'rimi? 2 dan katta bo'lgandan keyin true qaytaradi. Ya'ni agar bu joyga true bo'lgani uchun mana bu chiqadi. Agar false bo'lgan taqdirda, bu aslida aytaylik, mana shu tarzda bo'lishi mumkin edi deb tushunaylik. False bo'lganda mana bu qismi chiqar edi. Xo'p. Mana shu narsani aytmoqchi edim. Xo'p. Endi Pythonda istalgan shartni tekshirib true yoki false qiymatlariga ega bo'lish mumkin degan so'zimizni isboti bo'lsin deb o'yladim. Endi masalan, ikkita qiymatni o'zaro taqqoslashimiz mumkin. Python bizga mantiq elementlari bilan javob qaytaradi, ya'ni true yoki false bilan, ya'ni boolean qiymatlari bilan. Quyidagi mana hozir yozamiz dasturni. Mana print deymiz, to'g'ridan to'g'ri. Eng osoni mana 10 katta bo'lsa 9 dan deymiz. 19 dan katta bo'lsa Ctrl Alt N bilan ishga tushiraman. Mana to'g'ri, haqiqatan ham 19 dan katta. Endi 10 9 ga tengmi deyish uchun ikkita tenglik belgisidan foydalanamiz va tekshiradigan bo'lsak 10 9 ga teng emas. Shuning uchun false, ya'ni noto'g'ri qiymatini oldik. 10 9 dan kichkinami deydigan bo'lsak ham false qiymatini olamiz, chunki 19 dan kichkina emas, to'g'rimi? 10 9 dan katta hisoblanadi. O'shaning uchun xo'p, shunaqa tarzda davom etamiz. Xo'p. Endi if operatori bilan biror bir shart tekshirilganida ham bu if else haqida hali batafsil gaplashamiz.
if else operatorlari, yana elif degan operatorlarimiz bor. Bular haqida ham batafsil gaplashamiz. Bular yordamida biror shart tekshirilganda ham Python bizga mantiq elementlari bilan javob qaytaradi. Mana bu joyda ko'rganimiz kabi hozir misolini ko'rdik. Yoki mana bu shaklda istalgan bir shartni tekshirgan variantimizda ham bizga nima bilan boolean qiymatlarini ya'ni true yoki false bilan javob qaytarar ekan. Hop, mantiq elementlarida asosiy vazifasi bizga biror bir shartni rost yoki yolg'on ekanligini ifodalab berish hisoblanadi. Va shunga qarab Pythonga biror bir yangi amalni bajarish yoki bajarmaslik kerakligini uqtirishimiz mumkin bo'ladi. Masalan, hozir dasturimizda bir shartni tekshiramiz. Agar u to'g'ri bo'lsa, ekranga to'g'ri deb chiqsin, aks holda ekranga noto'g'ri deb xabar bersin. Masalan, aytaylik, a teng 100 ga va b teng 30 ga. Endi if bilan tekshiramiz. If a katta bo'lsa b dan print to'g'ri. Else bo'lgan holatida esa print noto'g'ri deb yozamiz. Mana noto'g'ri deb ekranga chiqaramiz. Yuqoridagi kodlarimizni izohga olib qo'yamiz, sababi bizni chalg'itmaslik uchun. Va mana to'g'ri deb chiqyapti. Haqiqatan ham a ya'ni 130 dan nima katta. Mana shuning uchun demak to'g'ri deb chiqdi. Endi qiymatlarni tekshirishimiz mumkin. Qiymatlarni qanday tekshiramiz? Bool funksiyasi qiymatlarni tekshirib true yoki false qiymatini qaytaradi. Odatda hamma qiymat true natijani beradi Pythonda. Mana shu narsani unutmaslik kerak. Faqat o'sha son qiymatlari 0 bo'lmasligi kerak. Va satr va boshqa o'zgaruvchilar bo'sh qiymatga ega bo'lmasligi kerak. Mana shu ikkita narsani yodingizda tutishingiz kerak. Faqat son qiymatlari 0 bo'lmasligi, satr va boshqa o'zgaruvchilar bo'sh qiymatga ega bo'lmasligi kerak. Boshqa har qanday holatda Python bizga true qiymatini qaytaradi. Masalan, quyidagilar faqat true qiymat qaytaradi. Aytaylik, x teng salom, y teng 15, z teng, aytaylik, bu paket ochamiz, ya'ni ro'yxat ochamiz. Ro'yxatimizda aytaylik olma, anor va nok bor. Endi print yordamida ekranga chiqaramiz. Bool funksiyasidan foydalanib. Bool funksiyasiga x, y va z qiymatlarimizni beramiz. X, Y va Z qiymatlarimizni va ekranga chiqaramiz. Mana hammasini ko'ryapsiz, true qiymat. Ya'ni Pythonda by default, ya'ni odatda har qanday narsa, masalan, qiymat nimani qaytaradi? True qiymatini qaytaradi. Faqatgina agar u 0 bo'lmasa yoki bo'sh matn, bo'sh holatda bo'lmasa, mana shu narsani yodda tutishimiz kerak bo'ladi. Endi funksiyada mantiq elementlaridan ham foydalanishimiz mumkin. To'g'ri, hali funksiyalarga kelmadik, lekin biroz bo'lsa ham tushuncha berganman avvalroq. Bu haqida bilasiz. Masalan, def, ya'ni define kalit so'zi yordamida yangi funksiyani e'lon qilamiz. Misol uchun mening funksiyam deb nomlaymiz va qavs bo'lishi kerak. Funksiyaligini bildirish uchun ikki nuqta bilan ichiga kiramiz. Bu joyda 4 ta bo'sh katak, sintaksisga ko'ra bo'sh katak tashlaymiz va aytaylik return true deb yozamiz va aslida print deb turib o'sha mening funksiyam degan funksiyani chaqirib qo'yamiz va ekranga chiqaradigan bo'lsak, bu ham nima qilyapti? True qiymatni qaytaryapti. Ya'ni funksiyalarni mantiq elementlari bilan qaytaradigan qilib hosil qilish mumkin. Buning uchun nima qildik? Return degan kalit so'zdan, ya'ni qaytarish kalit so'zdan foydalandik. Bu joyda kelgusida nimalarnidir tekshirib to'g'ri yoki noto'g'ri javobini o'shanga ko'ra if else'lar bilan aralashtirib ishlatishimiz ham mumkin bo'lar ekan. Funksiyaning mantiq elementlari asosida boshqa amallarni ham bajarish mumkin. Hozir funksiya rost qiymatini qaytarsa, ekranga rost deb, aks holda yolg'on deb xabar beruvchi, misol uchun birorta funksiya tuzib ko'raylik. Mana shu funksiyamizdan ham foydalansak bo'ladi. Aytaylik, funksiyamiz false qiymatini qaytaradi.
Va agarda biz pastda ifdan foydalanishimiz mumkin. If mening funksiyam agarda true qiymatini qaytaradigan bo'lsa, ekranga rost deb chiqsin. Aks holda else bo'lgan holatda print yolg'on deb chiqsin deb yozib qo'yishimiz mumkin. Xo'sh, aytaylik, mana ishga tushiramiz. Mana bu bo'ldi. Mana ko'rdingizmi, ekranga yolg'on deb chiqyapti. Sababi chunki bu joyda haqiqatan ham false qiymatini qaytarayotgani uchun. Aslida mana biz bu joyda qisqartirib yozdik. Agar mening funksiyam deb yozib qo'yganimiz to'g'ri qiymatini qaytarsa degani hisoblanadi. Aslida buni mana bunday yozishimiz kerak bo'ladi. Agar mening funksiyam true degan qiymatga teng bo'lsa deb yozsak bo'ladi. Faqat buni qisqartirib, odatda funksiyalar o'sha true qiymat qaytarganligini uchun, odatiy qiymat turi true bo'lganligi uchun shunday holatda qisqartirib yozib ketsak bo'ladi. Yuqorida aytdik-ku, har qanday qiymat odatda true qiymatini qaytaradi. O'shaning uchun bu joyda mening funksiyam deb yozib qo'yishimizni o'zi true qiymatini qaytarsa degani hisoblanadi. Mana bunday agarda true qiymatiga teng bo'lsa deb yozmasak ham, bu holatda ishlatsak ham baribir yolg'on hisoblanadi, chunki bu joyda baribir false qiymatini qaytaryapti. Xo'p, demak tushunarli bo'lgan bo'lsa, davom etamiz. Python mantiq elementlari bilan javob qaytaruvchi ko'plab ichki funksiyalarga ega. Masalan, qiymatni biror bir ma'lumot turiga tegishli ekanligini yoki yo'q, bunday emasligini tekshiruvchi is instance degan funksiya bor. Instance degani ingliz tilidan tarjima qiladigan bo'lsak, misol degan. Misol uchun aytamiz, for example deb aytamiz, to'g'rimi? Misol uchun deb. For instance desak ham misol uchun degani hisoblanadi. O'sha instance so'zi o'zbek tiliga demak misol deb tarjima qilinadi. Ya'ni is instance degani o'sha aytaylik ma'lum bir ma'lumot turini misolimi, ya'ni o'sha ma'lumot turidami degan so'rov yuborayotgan bo'lamiz Pythonga, undan so'rayotgan bo'lamiz, u esa bizga qaysi ma'lumot turida ekanligini qaytarib beradi. Masalan, quyida hozir kod yozamiz, unda x o'zgaruvchisini int turiga kirishi yoki yo'qligini tekshirib ko'ramiz. Biz aytamiz, x o'zgaruvchisi intmi yoki yo'qmi deymiz va u bizga ha yoki yo'q degan javobni qaytaradi. Masalan, x qiymatimiz 300 ga teng. Va endi ekranga chiqaramiz. Is instance deb yozamiz. Hammasi kichik harflarda yoziladi va x qiymatini intmi yoki yo'qmi tekshirib olamiz. Mana birinchisiga demak tekshirayotgan qiymatimizni yoki o'shani o'zgaruvchi nomini beramiz va keyingisiga u qaysi ma'lumot turiga teng yoki yo'q ekanligini tekshirishimiz uchun berayotgan holatimizni nomini, ya'ni misol uchun bu joyda int beryapmiz, intmi deb tekshirib olyapmiz, ya'ni x o'zgaruvchisi int qiymatidami deb so'rab olyapmiz va uni true yoki false qiymati orqali aniqlab olyapmiz. Mana ekranga chiqaradigan bo'lsak, true qaytaryapti, ya'ni x qiymati int turida, ma'lumot turidami deb savol berdik. Python esa bizga ha shunday deb javob berdi. Agarda bu Python deb yozib qo'yadigan bo'lsak, matn bo'lganida edi, false, mana false qiymatini qaytaradi. Chunki x'imiz int turidami dedik, yo'q, u matn turida deb o'sha yo'q degan ma'noda false, yolg'on ekanligini, yolg'on ma'lumot ekanligini buni tasdiqlab turibdi. Mana shu joyda bizni bugungi mantiq elementlari borasidagi darsimiz o'z nihoyasiga yetadi. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr, sog', omon bo'ling.